Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu harakat qilgan vaqtimizda, ya'ni yo'l mangan vaqtimizda, yugurgan vaqtimizda qandoq qilib mushu tizimizniki zaxmlanishining oldini ola olamiz degan nuqtada o'zimniki ba'zi ko'z qarashlarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Bütün dünyada her yılı 600 mingdan ortiq odam tizda bo'ladigan har xil kasallik va yoki tizning zaxmisi tufaylidan tiz almashtirish operatsiyasi qilishga majbur bo'ladigan bo'lib, ularning 30% 45 yosh bilan 65 yosh orasidagilar bo'lsa, 70% 65 yoshdan yuqorilar. Undaqda ular nima uchun bu tiz almashtirish operatsiyasi qilishga majbur bo'lgan? Biz unidan qandaq saqlana olamiz? Men tövanda bu jihatda o'zimniki ba'zi ko'z qarashlarni qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Biz harakat qilgan vaqtimizda, ya'ni yo'l yurgan vaqtimizda, yugurgan vaqtimizda tizimizningki zaxmi bo'lishiga ta'sir qiladigan hal qilg'uch omil badanimizningki ig'irligi, ya'ni badan ig'irligi bilan mushu badan ig'irligininki tizga bo'lgan so'qilishi, ya'ni urilishi. Badan qancha ig'ir bo'lgan vaqtida anandan keyin bu badan ig'irligi tizimizga qancha kuchli so'qilgan vaqtimizda tizimizningki zaxm bo'lish nisbati shuncha yuqori bo'ladi. Biz odatda taqqa chiqqan vaqtida yoki binoga chiqqan vaqtida yoki pashtaxtga yuqoriga mangan vaqtida ko'pinchimiz bu oson yerib qilishni ko'z tutib pashtaxtga amal bo'lsa pashtaxtga minib chiqishni emas, balkim mushu lift yoki elevator bilan chiqishni tanlaymiz. Chunki bu orqali biz energiyani tejashga erishimiz, ya'ni charchab ketishning oldini olishga erishimiz. Amaliyotda bo'lsa biz pashtaxtga chiqqan vaqtimizda özümüzninki şu bedenideki mayını köydürüp, yani simizlep gitişinin aldığını ağılı, anandınkin bizninki bedenindeki putumuzun muskullarını çinik doğulu, anandınkin şu arkalık özümüzninki yürekni sağlamlaş doğulu buluşu mümkün. Hem de afsus biz normalda tanımayımız. Lakin paytaxtdan tushgan vaqtida yoki tog' egizlikdan tövanga tushgan vaqtida uningga bakka ko'p kuch ketmaydiganligini ko'z tutib biz o paytaxtdan minib tushishni tanlashimiz mumkin. Afsus bu paytaxtdan minib tushgan vaqtida bo'libmi biz badan ig'irligimiz ig'ir bo'lgan, ya'ni semiz bo'lgan odamlar paytaxtdan minib tushgan vaqtimizda badan ig'irligimiz bilan yuqoridan tövanga tushgan, ya'ni yer sharininki tortish kuchi tufaylidan bizning badan ig'irligimiz tizimizga bir xil zarba berishi, ya'ni tizimizga urilishi mumkin. Shu sababdan biz yuqoridan tövanga tushgan vaqtimizda yoki paytaxtdan binodan paytaxt orqali tövanga minib tushgan vaqtimizda garchi uningga ortiq kuch sarf qilmasakmi, lekin biz ninki badanimiz tizimizga so'qilib tizimizningki zaxmi bo'lishni keltirib chiqishi mumkin. Shunglashqa shu badanningki şu ig'irligi tufaylidan tizimizning ost xarakterlik zaxmlanishning oldini olish uchun biz misolanga binoga yoki yuqori paytaxtlarga minib chiqqan taqdirdami paytaxtdan tushgan vaqtida, ya'ni binodan tushgan vaqtida shu tizimizningki zaxmlanishning oldini olish uchun amal bo'lsa liftga o'tirib tushsak tizimizningki ost xarakterlik zaxmlanishning oldini ola olishimiz mumkin.
Ondan başqa şu yugurgan vaqtimizda yugurgan yerda cho'qim yugurgan yer cho'qim seminut bo'lmasligi, qattiq bo'lmasligi kerak. Chunki biz seminut yerda va qattiq yerda yugurgan vaqtimizdami badan ig'irligimiz tizimimizga urilib, tizimizningki ost xarakterlik zaxmlanishni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababdanmi taraqqiy qilgan davlatlarda bo'libmi bak semiz insonlarning ichida mush ost xarakterlik tiz zaxmisi tufaylidan 45-50 yoshlarni oshgan vaqtida tizi og'rib mangolmaydigan yoki harakati qolaylik bo'lmaydigan insonlar ko'paydi va shu sababdan bu nurg'un kishilar tizni almashtirishga mecbur bo'ladi. Agar biz tizimizni almashtirmayli deydiganmiz, cho'qim shu yosh vaqtimizdan boshlab bu jihatda alohida diqqat qilishimiz, ya'ni tizimizningki ost xarakterlik zaxmlanishidan saqlanishimiz nihoyatda muhim. Bo'lmasa 45 yoshdan oshgan vaqtida bo'libmi bak 65 yoshdan oshgan vaqtida tizimizni almashtirishga mecbur bo'lib qilishimiz mumkin. Hamda men bugun bu qisqa bir video orqali shu qarindoshlarga harakat qilgan vaqtida shu yuqori binoga chiqqan vaqtida, pashtaqa chiqqan vaqtida yoki yugurgan vaqtida tizimizningki zaxmlanishningki oldini olish uchun nimalarga diqqat qilishimiz to'g'risida o'zimningki ko'z qarashlarini o'rtoqlashib o'tdim. Hammanglarningki anglag'ininglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayri xo'sh, Xudoga omonat, kelaqtim ko'rishimiz.